Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandoshlarim, bugun bir mavzu haqida gapirmoqchi edim. İnternetda juda ko'p mana videolarni ko'ryapmiz. Ba'zilar jo'natayotgandi menga. Ustozlarni ham urayotgan ekan. Afsuski, oxir zamon alomatlaridan biri. Juda achinarli hol bu. Buning uchun yig'lashimiz kerak. Mana shu ustozi deydi, hattoki bir tayoqda bir urushi jahannamda deyapti, do'zaxda o'sha joyi kuymas ekan deyapti. Ustozi urgan joyi. Qarang. Alisher Navoiy hazratlari aytadilarki, kimiki senga bir harf o'qitmish ranj ila, aning haqqin ado bo'lmas ming ganj ila deyapti. Jonimiz fido bo'lmaydimi ustozlarga? Bu naqadar bu? Bizni shuncha maqomlarga yetishimizga, o'qishimizga, misol mana shuncha kitoblar o'qidik, misol. Shuncha kitoblar o'qiyapmiz, misol. Kim sabab? Shu ustozlarimizning hissasi bu. Biri aytgan ekan, ekin ekib jon chekmagan cho'lning qadrini na bilsin. Ari zahrin tortmagan bolning qadrini na bilsin. Qani endi ular? Bilsaydi uni qadrini ustozlardi. Jon chekmagan, riyozat ko'rmagan. Bu ilm bir riyozat bilan olish kerak ilmni. Juda achindim bu hozirgi yoshlarga achinarli holat. Bir Mavlona Jaloliddin Rumiydan bir misol keltirgan kitoblarida mana shu hali necha yuz yil oldingi bu gaplar. Qadimda odamlar deydi, urushga ketsa, shu bir 10 yillab ketar ekan. 10 yil, 15 yil. Bittasi ketgan ekan qishloqdan, qaytib kelsa, qishloqlari dabdala chiqyapti. Bir yoshi katta otaxon yoshlari o'tib ketayotgan ekan otaxon. Bu yerlarda yaxshi otlar bo'lardi. Yaxshi odamlar bo'lardi. Qani ular qayerga ketdi degan ekanlar. U yaxshi odamlar yaxshi otlarga o'tirib ketdi, qaytib kelmaydi degan ekanlar. Bu ustozlarimiz keyin qaytib kelmaydi. Mana misol bizni o'qitgan ustozlarimiz hozir yo'q ko'pchiligi. Deyarli 99% olamda o'tib ketdilar. Ularning qadrini bilishimiz kerak, azizlar. Juda achinarli. Buni qadrini bilmagan odam nonko'rlik bo'ladi. Alloh taolo mana shu yoshlarimizga insof va tavfiq bersin. Nima deymiz endi boshqa ularga? Alloh qalb ko'zini ochsin ilohim. Bir odam o'zi bir tafakkur qilib ko'rish kerak. Ustozlarning o'rniga o'zini qo'yib ko'rish kerak. Vaqti kelganda aytaman, bir paytlar o'zimiz ham ozgina bir dars berganmiz bolalarga. O'ziga yarasha bir riyozati bor uni ham. Allohim sabr bersin ustozlarimizga. Allohim ustozlarimizga, o'tgan ustozlarimizga Alloh rahmatiga olsin. Qolgan ustozlarga Allohdan sabr jamil tilayman. Allohim umrlarini ziyoda qilsin ustozlarimiz qolgan. Allohim o'zi rahmi kelsin ustozlarimizga. Umrlarini Alloh ziyoda qilsinlar ustozlarimizni. Bu ustozlarimizning qadrini bilmaganlarga Alloh o'zi insof tavfiq bersin. Faqat duo qilib qolaveramiz bularni. Endi bu hissada yaxshiliklarga yetaklovchi ota-ona bo'ladi. Buni sabablarini tagi ota-ona bo'ladi. Shu ota-onalarga ham shu iltimosim, farzandlaringizga yaxshi tarbiya beringizlar degan umiddaman. Shu bir paytlar bir shogirdimiz bo'lardi. O'sha Toshkentda bir qanaqadir elchilarning bollalarini, shunga o'xshagan bir amaldorlarning bollalarini, boylarning bollalarini o'qitar ekan qanaqadir bir maktabda, qayerdadir. Shunga aytib qoldim menga shu bir narsani. Shu endi yangi o'qish tugatganman, shu ishga borganman, endi ustozlik bolalarga, hamma boylarning bollari bittasi telefon o'ynab o'tirgan ekan deyapti darsda.
o'sha paytlar. O'sha paytlar endi Nokia chiqqan paytlar edi, o'sha paytlar deyapti. Uni otasi bir SMBmikan, katta lavozimda ishlaydigan odam ekan. Anaqa paloncha telefonni o'ynamagin. Dars bo'layapti. deb oldin 3 marta undan oldin aytmoqchi o'qishlarida ogohlantirgan. Meni darsimda hech kim telefon ishlashga haqqi yo'q degan ekanlar. Sindirib tashlayman degan ekan. Shunda bittasi o'sha telefon o'ynab o'tirganda olib, shu 2-qavatdan shuni otib yuborgan ekan. Bu katta lavozimdagi odamni bolasi ekan. Haligilari yugurib ketdi. Nimalar qo'riqchilari bormikan? Chaqirgan ekan. Vahima qilib. Shu bilan otasi kelgan ekan. Otasi bir iymoni bor ekan. O'sha amaldordi. Keyingi safar telefonda o'ynasa debdi, telefonda emas, o'zi bilan qo'shib otib yuboring degan ekanlar. Mana shunaqa otalar ko'paysin ilohim. Mana tarbiya shunaqa bo'ladi. Ustozlarga bo'lgan muhabbat shunaqa bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, ota-onalar ham bir hissasini qo'shsalar, bu ustozlarga yaxshi muomala qilishda, bir-birlariga bir muhabbatli bo'lishda ota-onalarning hissalari juda katta deb o'ylayman. Shuning uchun iltimos sizlardan ustozlarni bir hurmat qilinglar. Kuyadigan ishlaring yo'q sizlarda. Bu yoshlar hozir tushunmayapmiz, endi bu qadrini bilmayapti-da ustozlarni. Vaqti kelib, yoshi 30-40 ga borgandan keyin biladi qadrini, yig'laydi. Keyin foydasi yo'q. Ustozlarimiz qanchasi o'tib ketdilar. Qaniydi ularni yana ko'rsak edi deb orzu qilamiz hozir. Endi diydor qiyomatga qoldi azizlar. Hozir ustozlarning qadrini bilaylik. Assalomu alaykum rahmatullahi va barakatuh.